Agar korzinkadan 200 ming pul topganingizda nima olgan bo'lardingiz? Birinchi baqirardim kimniki deb. Agar hech kim javob bermasa, oxiri o'zimga qurt olardim. Qurtdan tashqari hamma narsa olardim. Mana sizga 200 ming pul yuring olamiz. Seriyosmi? Bo'l, ketdim. Ketdim, yuring. Birinchi bo'lib nima olamiz? Qurt, davay. Yuring, yoradi. Shirinlik olmaysizmi? Yo'q, men shirinlik yemayman lekin. Siz olidimi yoki yoqtirmaysizmi umuman? Menga yoqmaydi menga shirinlik. Yo'q, umuman yoqmaydi. Umuman. Red Bull. Bo'ldi, farqi yo'q, oling. Kichkinasimi? Kattasidan o'ring. Bo'ladi. Keyin qurt. Mana shu qanaqa bor edi? Chipsam. Oling. O, Pringles. Как раз yeb ko'rishim kerak edi mana siz. Yaxshi narsa. Qanaqa ekanimi? desam. O, davay. Nima olamiz? Yogurt. Da, botdan yogurt. Qanaqa yogurt? Voy, sirop bor ekan. Sirop? Nechta olasiz sirop? Bitta. Bo'ldi, davay. Ben antachon. Keling. Bitta don siropmi? Yetadi. Voy, 2-3 ta oling, pulingiz. Yo'q, yetadi. 200 ming pulingiz bor-ku. Pomidor? Sir kerak emasmi? Yo'q, Kolbasa? Yo'q, unaqa narsalar kerak emas. To'g'ri kerak emasmi? Yo'q. Mana mana shu. Ha, bunimi? Ha. Bo'l, oling. Mana shuni. Necha pulga olasiz? 20 ming. 20 ming, da. Shirinlik olmaysizmi? O'rtog'imga olaman lekin. O'zingiz yemaysizmi? Shokolad yemaydigan qiz. Davay. Umuman shirinlik yomon ko'raman. Umuman shirinlik yemaydigan qiz. O'rtog'im mamlisini yoki mamlisini. Bo'ldi, bitta donam. Ha. Yo'q, mana Kinder. Yana nima olamiz? Bundan tashqari Snickers olaylik. Yana nima olamiz? Xo'sh. Nima maruzing buni? Shokoladlimi yo oqmi? Men yemayman shokolad. Voy, aytgan shokolad yemaysiz? Umuman shokolad yemayman. Birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz kerak bunaqa qizni. Da. Yemaydigan qizni. Adashmasam shu narsalar 150 mingdan sal oshgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xursandmisiz? Xursandman. 200 ming berdim. To'lab ham olishga siz bo'ladi. Rostda. Da. Rahmat lekin kattakon.